Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Avvalambor barchangizga o'tib ketgan bayramlar muborak bo'lsin. Yana bir karra xonadonlaringizda shodi xurramlik, yaxshi kayfiyat tilayman. Dasturxonlaringiz hamisha to'kin sochib bo'lsin. Dunyoda taomlar ko'p. Har bitta taomning o'zini maqtashga arziydigan jihatlari bor. Kimdir palovni yaxshi ko'radi, yana kimdir lag'monni yaxshi ko'radi, yana kimlardir mantini yaxshi ko'radi. Umuman olganda o'zbek oshxonasi, o'zbek ayollari tomonidan tayyorlanib kelingan noz-ne'matlarning masalliqlari zo'r bo'lgan taomlarning hammasi ham bizning yurtimizga kelayotgan sayyohlarni e'tibor qoldirmaydi. Bugun biz Surxondaryoda ko'pchilik yaxshi biladigan kunda tandir haqida gapirmoqchimiz va tandirning xususiyatlari haqida, uning shirinligi, qotiligi, qaysi qo'ydan, qaysi bir qo'yning regisdan yoshdagi qo'zichoqlardan, qo'ylardan qilinadigan haqida ko'p va xo'p eshitgansiz. Bugun faqatgina bitta gapki, har bitta yurtning ana shunday joylarga borganda, shahar va qishloqlarga borganda eng avvalo uning milliy taomlari haqida baribir o'ylaymiz, mulohaza qilamiz. Ko'ryapsizmi? Yaqindan olib bera olasizmi mana shuni? Bizni tomoshabinlarimiz, bizni kuzatuvchilar ham ko'rishsin. Bu shirboz qo'yning go'shtidan qilingan. Endi qo'zichoqdan ham qilishadi ba'zi joylarda. Bugun biz mana shunday mehmonlar kelgan ekan. Ana shu mehmonlarimiz bilan birgalikda kechki tanovulni mana shunaqa qilmoqchimiz va albatta bizni yoshimizdagi odamlarga bu nihoyatda asqotadi. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilayman. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hamisha dasturxonlaringiz to'kin sochib va xonadoningiz shodi xurramlikka, tinchlikka, limmo-lim bo'lsin. Hozir Denov shahrida